So'nggi paytda bir savolni ko'p eshityapman. Ko'p qizlarning ichida bir savol bor. Men kech qolmadimmi? Degan savolni ko'p eshityapman. Turmush haqida o'ylayotgan ko'p qizlar shoshilib qaror qabul qilgisi keladi. Chunki atrofda hamma allaqachon turmush qurgandek tuyuladi. Lekin bir narsani unutmang. Turmush shoshiladigan joy emas. Har bir taqdirning o'z yo'li bor. Ko'p ayollar eri bo'lsa ham ko'ngli to'lmagan. Shuning uchun turmush qurishda shoshma-shosharlik qilib bo'lmaydi. Ko'p ayollar qo'lida nikoh o'ziga, qalbi esa yolg'izlikka mahkum. To'g'ri inson senga og'irlik emas, tinchlik beradi. Sen sevilish uchun emas, qadrlanish uchun yaralgansan. Shoshilib qurilgan baxt ko'pincha sabr bilan yig'ilgan ko'z yosh bo'ladi. Unutmang. Turmush bu faqat bugun emas. Siz tanlagan inson kelajakda farzandlaringiz dunyosiga aylanadi. Ertangi avlodning poydevori. Har bir boshlagan ishimiz yaxshilikka bo'lsin. Qadri aziz, go'zal ayollar.